puliga zo'r, puliga mos keladigan zo'r hovlidamiz. Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Hovlimizni O'zbekiston mahalla ko'pchilik biladi. Huvaydo O'zbekiston mahalla Karima bir qadam joyli. Bu O'zbekiston mahallada yo'lning nari beti sekin Huvaydoga qo'shilib ketgan. Letniy kuxnya, podval, birinchi qavat, ikkinchi qavat va mansarda qismi. Video davomida hammasini ko'rsatib ketaman. Hozir endi bitta ko'chalarni ko'ramiz. Zeleniy zonasi yo'q deganligi ikkita kichkinagina kompaktniy archacha ekib qo'ysa bo'ladigan zeleniy zona qoldirishgan. Endi bitta qo'shnini ko'ringlar. Juda ham zo'r mahallani. Bu hovlini ko'rishinglar bilan o'zi qaysi uyligini sraz bilib olasizlar. Yo'l yo'q betda 300 metrdan keyin Huvaydo boshlanadi. Atak bu yo'llar hammasi O'zbekiston mahallaga kiradi. Hovlining fasadini ko'rasizlar. Ugloviga tushgan. Ko'chada katta yashil hududi bor. Faqat qaralmagan ekan, bitta qarab olish kerak. Chiroyli qilib foydalanib olsa bo'ladi. Hovlini ko'rasizlar. Bay. 8 sotuv bo'lsa ham 3 sotuvni fasadini beradigan hovli. To'g'ridan O'zbekiston svetofordan kirib kelasizlar. To'g'riga Hasan doktorga chiqib ketasizlar. Bu yerda Dorulsalom masjid bor. Ko'pchilik biladi. Dorulsalom masjid. 10 minutlik yo'l peshqor bersangiz. Hovlini ko'rasizlar. Videoni oxirigacha ham ko'ringlar. Like, podpiska esdan chiqmasin. Hovlidan shunday uyga kirar ekanmiz. Zinani ko'rasizlar, juda ham chiroyli chiqqan ekan. Ikkinchi qavat, uchinchi qavatga chiqib turasizlar, podvalga tushib turasizlar. Chap qo'limizda shunday oshxonamiz juda ham zo'r chiqqan ekan. O'tiradigan joyi bor, kuxnyasi bor. Xohlasanglar o'ta qovuriladigan narsani bemalol ko'chaga olib chiqib qilsanglar ham bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqqan. Texnikalari bor. Glavniy masala shunda. Va общийga bittasi ham o'zil qilingan. Dushoy kabina. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Mebel texnikalar hammasi qoladi. Remontlarimiz yaxshi holatda va zal qismimiz. Zal qismimizni ko'rasizlar, kattagina. Faqat bu yerga bitta katta stol qo'yib yuborsa bo'ldi. Guloyga tushgan hisobiga ikkita oynamiz mavjud. Shuni hisobiga pardalar ham juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Podval qismini ko'ramiz va keyin 2-3 qavatga ko'tarilamiz. Lekin uy juda ham zo'r ekan. Huvaydo O'zbekiston mahalla Karimadan uy qidirib yurgan tanish bilishinglarga bemalol tashab qo'ysanglar bo'ladi. Sababi uy narxiga mos sotvestovat qiladi. Kommentariyada balki qimmat o'z fikringizni yozib ketasizlar. Podval qismimiz ko'rasizlar, tushganinglar bitta katta hol, zinani tegi, ortiqcha narsa qo'ysa bo'ladi bemalol. Bitta kladovka qilingan, xalotniy xona qilib qo'ysa bo'ladi va bitta kattagina svetini yoqamiz. Katta bitta zal qilingan ekan. Bemalol uy foydalansa bo'ladi. Va katenniy xonamiz. Katenniy xona ham kattagina zo'r qilingan ekan. Ikkita katenniy boiler, hamma narsasi bor xudo xolos. 2-3 qavatni ko'ramiz. Kommentariya, like va podpiskani unutmanglar. 2-qavatga chiqib oldim, ko'rasizlar. Zinalar 3-qavati ham bor uyimizda. Xandirlarni yaxshi silingan. Shundoq koridorcha o'ng qo'ldan boshlaymiz. Sanuzel, dushoy kabinalar bilan qilingan. Uy yaxshi sifatli qilingan va ota-onalar uchun mo'ljallangan bitta yotoqxona, ichida o'zini sanuzeli bor. Ko'rib turganingizda vannali qilingan ekan, juda ham zo'r. Kun sovug'ida vanna qilib yotadigan insonlar ham bo'ladi. O'ng qo'limizda yana bitta yotoqxona. Ikkinchi qavatimiz aslida yotoqxonalardan
iborat mebellarni ko'rasizlar. Glowy hisobiga shu zalimiz tepasi va yana bitta bolalar yotoqxonasi. Bu ham glowy hisobiga ikkita oyna bo'lgan. Mansarda qismimizni bitta ko'ramiz. Baho berish, like bosish unutmaysizlar degan umiddamiz. Voy. Mana haqiqiy mansarda. Mansarda ham kattagina qishuv joyi yo'qdi xolisi. Bitta mana shu burchagida nomiga qishuv qilingan ekan. Chiqishinglar bilan o'tiradigan joy qilib qo'yishibdi. Juda ham zo'r chiqibdi. Va bitta katta zal qilingan. Namozxonaga ibodat uchun juda zo'r joy bo'lgan ekan. Bu ko'rgan hovlilar narxi keladigan bo'lsa, surishni narxda o'zi 340 ming, 330 ming chiqarishdi ko'pchilik. 310 ming dollar. Ustida ozgina savdosi bo'lishi mumkin. Pastki raqamli qo'ng'iroq qo'rasizlar, sog' bo'lib, salomat bo'lasizlar.